Aynan ushbu 3 ta belgi sizni eringiz tashlab ketishiga sabab bo'lyapti. Birinchisi, sizni ovoz toningiz juda ham buyruq rejimida. Siz eringizga buyruq berib, bosim berib, xuddi bola kabi tarbiyalab yashaysiz. Ikkinchisi, faqat o'zingizni haq deb bilasiz. Men haqman, sen nohaq pozitsiyasida yashaysiz. Uchinchisi, faqat o'zingizni plus tomonlaringizni, eringizni minus tomonlarini ko'rgan holatda eringizni tan olmaysiz. Ushbu 3 ta belgi ayolda erkaklik energiyasini ko'taradi. Erkaklik energiyasi baland ayollardan erkaklar qochadi. Qanday qilib erkaklik energiyangizni pasaytirib, eringiz bilan ideal munosabatlar qurishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, hoziroq menga obuna bo'ling. Buni sizga o'rgatib boraman.